Sizdan xatoyu nuqson, ayb izlaganlar bilan huzur-halovatda yashay olmaysiz. To'rt tomonimiz ham. Dunyo bizning atrofimizda aylanadi, deya hisoblaydigan narsistlar bilan o'rab olingan. Shunisi g'alati, narsistni sevib qolish juda oson. Chunki ular o'zlarining yuksak aql zakovati, manipulyatsiya qobiliyatlari, fe'l-atvori va tabiati tufayli dunyoning eng jozibali oshiqlaridir. Afsuski, ularning sevgi tuyg'ulari emas, balki o'zlarini sevib qolgandek ko'rsatish mahorati inkor etib bo'lmas darajada kuchli. Hakan Mengich qalamiga mansub Ketsammikan yoki qolsammikan kitobi romanchilik an'anasini buzgan holda yangi bir uslubda yaratilgan. Shu bilan birga, bu kitob narsissizm tufayli yuzaga kelgan huzur-halovatsiz, baxtsiz va noxush munosabatlarning psixologik oqibatlarini bugungi kunimiz ko'zgusida aks ettiradi. Bundan tashqari, siz ushbu kitobdan narsistlar tomonidan yaratilgan aldamchi soxta jannatdan qanday qutulish va yo'q qilinayotgan o'zingizga bo'lgan ishonchni qayta tiklash bo'yicha bebaho maslahatlarni ham topasiz. Chunki bu asar nafaqat roman, balki yo'l-yo'riq hamdir. Aleyna va Ertanning ishq, muhabbat va sevgi kabi ko'ringan tuyg'ular urushi orqali o'zingizni kashf etasiz.